Assalomu alaykum. Birinchi misol. Jism to'g'ri chiziq bo'ylab tekis harakat qilib 4 sekundda 8 metr yo'l bosdi. Jismning tezligini aniqlang. Demak, v barobar s bo'lingan t 8 metr taqsim 4 sekund teng 2 ekan. 2 metr sekund. Demak, javobimiz 2. Keyingisi. To'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan jismning tezlanishi qanday qiymatda bo'ladi deyapti. Demak, 4 sekundda 8 metr masofa bosgan bo'lsa, uning tezligi 2 metr taqsim sekund bo'lgan. To'g'ri chiziqli tekis harakat qilayotgan jism bo'lsa, uni tezligi v teng konstanta bo'ladi. V teng konstantada a barobar v minus v taqsimda t teng 0 bo'ladi. Demak, 0 ekan. Keyingisi. Jism erkin tushish harakatida bo'lib, boshlang'ich tezligi 0 ga teng. Demak, v0 0 ga teng. Agar u 3 sekund davomida t teng ekan 3 sekund davomida uning oxirgi tezligini toping deyapti. Demak, mana bunday mana shunday harakatlangan boshlang'ich tezligi v0 bo'lsa, oxirgi tezligi v. Shimiz demak v0 plyusdan gt pastga harakatlangan. 0 plus 10 kara 3 teng 30 metr taqsim sekund ekan. Demak, 30. Jism to'g'ri chiziq bo'ylab tekis harakat qilib 6 sekundda 12 metr yo'l bosdi. V barobar 12 metr taqsim 6 sekund. 2 metr taqsim sekundga teng ekan. Jism tinch holatdan harakatni boshladi va tezligi vaqt o'tishi bilan oshib bordi. Bu vaqtda tezlanishning ishorasi qanday? Mana demak, boshlang'ich holatda mana shunday holatda deyapti. Mana bunday oshib boryapti tezligi. Bu holatimiz mana bu yer k desak, k teng tangent alfa. Bunimiz a ga teng. A'miz 0 dan katta. To'g'ri chiziqli tezlanuvchan harakatiga misol bo'ladi. Harakatlanayotgan jism vaqt o'tishi bilan tezligini kamaytirib bordi. Tezlanishning ishorasi qanday? Hozirgiga teskari. Demak, a'miz manfiy. Quyidagi fizik kattaliklardan qaysi biri vektor kattalik hisoblanadi? Demak, tezlik sababi massa skalar kattalik. Vaqt ham skalar, yo'l ham skalar kattalik. Tezlik. Jism to'g'ri chiziqli tekis harakat qilib 10 sekundda 0,5 metr taqsim sekund tezlik bilan harakatlandi. Jismning bosib o'tgan yo'lini toping. S barobar vt 5 metr. Jism boshlang'ich tezliksiz 2 sekund davomida erkin tushadi. Oxirgi tezlik necha metr sekundga teng? Demak, t teng 2 sekund bo'lsa, boshlang'ich tezligi 0 bo'lsa,
v0 plyusdan gt. GTga teng va 20 metr taqsim sekund. Demak, javob 20. Keyingisi, jism aylana bo'ylab to'liq bir marta aylanib chiqsa. Demak, mana jism to'liq bir marta aylanib chiqibdi. Shu holatda deyapti, uning ko'chishi nechaga teng, qanchaga teng deyapti. Ya'ni ko'chish boshlang'ich va oxirgi nuqtani tutashtiruvchi vaziyat. Boshlanishi ham shu, oxiri ham shu. Demak, ko'chishi 0 ga teng. Keyingisi, A shahardan B shaharga sayohatchi avtomobilda sayohatga chiqdi. Qandaydir vaqt oralig'ida avtomobilni qaraymiz. Mana shu qaysi oraliq? Avtomobilni garajga qo'ygan oraliq, mana masofa o'zgarmagan oraliq hisoblanadi. Demak, bizning holatimizda mana shu oraliqda garajga qo'yilgan. Sayohat uchun masofa vaqt grafigi quyidagicha ko'rsatilgan. Yuqoridagi grafikni tahlil qiling va uchta to'g'risini aniqlang. Birinchisini tekshirib ko'rsak, birinchisini. A shahardan B shaharga yetib borish uchun 1 soat 45 daqiqa vaqt sarflangan. Biz mana buni hisobga olmaymiz. Mana shu oraliqda hisobga olmaymiz. Sababi bu vaqtda dam olgan. Bizga demak, mana bu oraliq, mana bunimiz qancha ekan demak, shu bilan mana bu oraliqni qo'shishimiz kerak. Demak, bu soatda berilgan ekan. Mana bu 0.75. Yozib qo'ysak shuni. Bu yer 0.75. Mana bu yer esa 1.75. Mana bu yer 1.25. Demak, birinchi 0.75 harakatlangan. Demak, 0.75 harakatlangan plus ikkinchisida esa mana 0.75 tepada mana bu 1.25 dan 1.75 gacha bo'lgan oraliqda harakatlangan. Demak, 1.75 ayrilgan 1.25 mana. Bu 0.5 ga teng 1.25 bo'lar ekan qo'shsak. Mana. Bu degani nima degani? Bu 1 soat 25 endi 60 ga ko'paytirib yuborsak 15 daqiqa bo'lib qolar ekan. 15 daqiqa. Demak, mana bu xatosini topdik. Demak, birinchisi xato. Endi qolgan 3tasini tekshirib qo'ysak. Sayohat davomida avtomobil to'xtamasdan harakatlansa, B shaharga 1 soat 15 daqiqada yetib boradi. Mana bu to'g'ri. A B shaharlar orasidagi masofa 120 kilometr. Mana A shahar bo'lsa, A shahargacha 3 ta to'g'risini toping deyapman. Bizda 120 kilometr emasda qarasak, mana bunimiz 100 kilometrga to'g'ri kelyapti. 100 kilometrga. Demak, bu ham xato. Xato. Avtomobilning butun vaqt oralig'idagi o'rtacha tezligi 57,1 km/soat bo'lgan deyapti. Top qo'ysak shuni. Nima bo'ladi? Demak, V barobar 120 kilometrni nechiga bo'lamiz? 1 soat 15 daqiqamiz 1.25. Bunimiz necha bo'lar ekan? 120 ni 1.25 ga bo'lsak 93,75 bo'lyapti.
Mana bu 120 emas-ku. Adashib ketdik. O'zimiz 100 dedik-ku. 100. Bu 78 ekan. Taxminan 78 ekan. Kilometr soat ekan. Demak, mana 3-xatoni ham topdik. Bizda demak mana bu to'g'risi 80 bo'lar ekan. 0 va 0.75 oralig'idagi avtomobil harakati, demak butun yo'l davomidagi o'rtacha harakati 100 ni 1.25 ga bo'lsak 80 ni o'zi ekan. 78 miz, mana bu 80 ni o'zi to'g'ri. Demak, mana bu 80. Mana. Demak, bizda endi mana buni topaylik. A bilan B shahar orasidagi topaylik. Mana buni. Bu holatda nima bo'ladi? Tezligi v barobar. Bu taxminan mana bu yer 40 bo'lsa, bu yerlar 50 atrofida deylik. 50 ni 0.75 ga nisbati bo'ladi. 50 ni 0.75 ga nisbati bo'ladi. Taxminan endi. O'shanda bizda 66 kilometr soat bo'lar ekan. 66 kilometr soat bo'lar ekan. Endi e'tibor qiladigan joyimiz bizda mana bu 0 va 0.75 orasidagi degani mana bu to'g'ri javob bo'ladi. Butun vaqt oralig'idagi degani bu 80 bo'ladi. Ya'ni o'rin almashib ketgan savol tuzishida. Shu sababdan ham to'g'ri javoblarimiz bizda 2-to'g'ri javob, 4-to'g'ri javob va 5-to'g'ri javob bo'ladi. Shu sababdan mana bu yerda 3 ta to'g'risini deymiz. Sababi 3imiz xato va 1imiz xato. 4 va 5 savolda adashib ketishgan tuzishda. Keyingi masala. A shaharidan B shaharga sayohatchi avtomobilda sayohatga chiqdi. Qandaydir vaqt. Bunda ham mana shu oralig'da dam olgan. A shahardan B shaharga yetib borishni taxminan 1 soat u 45 daqiqa vaqt sarflangan deyapti. Ko'rsak. Bu yergacha mana 0.75 dedik. Mana bu yer 1.25. Bunisi 1.75. Demak 0.75 birinchisi xato. Bunda ham t'miz nechaga teng ekan? 0.75 plyusdan 0.5 ga teng. Ya'ni 1.25. Birinchisi bilan bir xil. 1 soat 15 daqiqaga mos keladi. Birinchisi xato. Sayohat davomida avtomobil 45 daqiqa harakatsiz holatda bo'lgan deyapti. Men 1.25 dan 0.75 orasida 45 daqiqa bor. Demak, bu to'g'ri. A va B shaharlar orasidagi masofa 100 kilometrga teng. Bu ham to'g'ri. Sababi mana 100 kilometr. Vaqtning 0.75 orasida. Demak, mana bu oraliqda ko'ramiz. Bu oraliqda nimaga teng? Bu oraliqda S v barobar, demak, taxminan 50
hozirgi bilan o'xshash grafik ekan. Demak, 50 deb olsak, 50 ni 0,75 ga nisbat. Bu 66 km/soat ekan. Demak, bu xato. Avtomobilning 0,75 bilan 1,75 soat oralig'idagi butun endi qaraymiz. Bunisida to'xtab turgan qismini ham hisobga oling demoqchiman. Buni nima qilamiz? Buning uchun s masofamiz mana buni o'ziga teng. Mana bu 100 bilan mana buni farqi. Vaqtimiz esa dam olgan vaqtini ham qo'shamiz. 100 dan ayiramiz. Bu yerda endi hozirgidek 50 deb olaveraylik. Vaqtimiz esa 1 va mana bu 50. Bu to'g'ri. Demak, to'g'ri javoblar qaysilar bo'ldi? 2-chi, 3-chi, 5-chi bo'ldi. Endi keyingisida sayohatchi A shahardan xuddi mana shu hozir A shahardan chiqib 45 km masofa bosgandan so'ng mashinasini garajga qo'ygan deyapti. Bu endi biz taxminan 50 metr deb oldik. Hozircha buni xato deb turamiz. Taxminan bu 50 kilometrga yaqin chiqish kerakda. Grafik sabab teng o'rtasida 60 bilan 40 da. Sayohat davomida avtomobil 30 daqiqa harakatsiz holatda bo'lgan. Mana bu 0,75 edi, bunisi 1,25 edi. Buni ayirib yuborsak 0,15, 0,4, 0,4 ni ko'paytirsak 60 ga, demak 1,25 dan 0,75 to'g'ri. Bu 30 daqiqa. Keyin sayohatchi A shahardan B shahariga borish uchun 1,75 soat vaqt sarflagan. Buni bo'yi hisobladik. Bu 1,15 chiqdi. chiqdi. 1,25. Bu xato. Vaqtning 0,075 orasida tezligi. Buni bo'yi topdik. 66,7 chiqdi. Keyingisini ham 0,75 bilan 1,75 orasida butun o'rtacha, buni ham to'g'ri deb hisobga olamiz. Taxminan. Sababi 0,75 bilan 1,75 mana bu orasini topganimizda javob 50 chiqdi. 50 km/soat chiqdi. Demak, mana bu 45 sababi 50 dan ancha farq qiladi. Shunda bizda 2-chi, 4-chi, 5-chi javoblar. Mana shuni sal xato berganda 1 bilan 5-chini ancha bir-biridan uzoqroq bergan. Quyida keltirilgan rasmda avtobus harakati uchun tezlik vaqt grafiki keltirilgan. Yuqoridagi grafikni tahlil qiling va 3 ta to'g'risini toping. Qarasak, vaqt 40 va 80 oralig'ida avtobus 315 metr masofada bo'lgan. 40-sekundga qarasak, 40-sekund va 80-sekund orasida avtobus 315 metr masofa bo'lgan. Demak, qaraymiz. Bunda mana tezlik bilan vaqt grafiki. Tezlikning vaqtga bog'lanish grafiki. Buni qanday topamiz? Buning uchun bizga mana bu yuzi bog'liq. Mana shu yuzi bizga shu sekundlar orasidagi demak masofani bildiradi. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun bizga demak
mana bu yuza bilan mana bu to'g'ri to'rtburchak yuzasi bilan mana shunday katta to'g'ri to'rtburchak yuzasini olaylik. Mana shu yuzadan mana shu yuzani ayirib tashlaymiz. Uni topish uchun demak katta yuzamiz 8ni bu yog'i 80 dan 40 ta ayirmasi 40. Ayiramiz mana. Bu kichkina uchburchak yuzasi esa bitta kateti 10 ga teng, bitta kateti esa 1 ga teng va 2 ga bo'linmasi bo'lib mana 315 metr ekan. To'ppa-to'g'ri ekan demak birinchisi. Keyingisi vaqtning 40 va 70 sekund oralig'ida jism doimiy tezlik bilan harakatlangan deyapti. Mana qaraymiz, mana 40, mana 70. Haqiqatdan ham mana tezlik grafigi o'zgarmagan. Demak, bu ham to'g'ri. Keyingisi avtobus dastlabki 40 sekundda doimiy tezlanish bilan harakatlangan deyapti. Dastlabki 40 sekundda. Endi qaraymiz mana. 40 sekund qani? 40 sekund mana chizmasi mana. Bu to'g'ri chiziq. Agarda mana bunday bitta tarafida V, bitta tarafida T bo'lib mana bunday to'g'ri chiziq bo'lsa, demak u A'miz teng konstanta bo'ladi. A'miz konstanta bo'lganligi uchun demak doimiy tezlanish bilan harakatlangan. Mana demak 3 tasini topdik, bo'ldi. Bu ikkalasi avtomatik xato ekan. Keyingisi. Xuddi shu chizma. Avtomobil dastlabki 40 sekundda tekis tezlanuvchi harakat qilgan. Qaraymiz mana 40 sekundda tezligi oshib borganmi? Tezligi oshib borgan va mana bunday to'g'ri chiziqli. Demak bu avtomatik to'g'ri. Tekis tezlanuvchi harakat qilgan. Keyingisi 40-80 sekund oralig'ida endi mana bu xato. Nima uchun? Mana bu 40 va 70 oralig'ida o'zgarmas, lekin mana bu yerda tezligi o'zgargan. Demak bu xato. Keyingisi avtobus dastlabki 50 sekundda doimiy tezlanish. Bu ham xato, sababi bizda mana aytdik, mana bunda tezligi o'zgarmas. Tezligi o'zgarib tezlanish degan. Tezlanish mana o'zgarmas 40 sekundda, lekin mana bu yerda tezligi 0 ga teng. Demak bu xato. Keyingisi vaqtning 70 va 80 sekundda 0.1 bilan kamaytirgan deyapti. 70 va 80 ni ko'rsak mana. 70 va 80 da tezlanishini topamiz. Qanday topamiz? A barobar V0 minusdan V taqsimlati V0imiz. Bizda V0imiz A barobar V0 minus V taqsimlati barobar demak 7 minusdan 8 taqsimda 10 0.1 bo'ladi-da, minusdan. To'g'ri. Yo'q, xato ekanda demak. Mana bu yerda yozib qo'ysak bo'lar ekan demak buni. A barobar 7 minusdan 8 taqsimda 10. Bunimiz minus 0.1 ekan. Javobda 0.1 bilan degan ekan. Men 0.2 deb ko'ribman. Demak 0.1 bo'lsa to'g'ri. Mana bu yerda ikkita xato bo'ldi, demak uchinchisi to'g'ri. Keyingisida. Bu ham xuddi shunday ekan. 70 va 80 oralig'ida deyapti. Qaraymiz. 70 va 80 sekund oralig'ini masofasini qanday topamiz? Uning uchun mana bu katta yuzadan mana bu kichkina uchburchak yuzasini ayirib tashlaymiz. Yoki edi trapetsiya yuzasini topsak ham bo'ladi. Trapetsiyani bitta kateti demak 8 ga teng, bitta kateti 7 ga teng, 2 ga bo'lamiz. Balandligi esa mana 80 minus 70 ga teng, ya'ni 10 ga teng. Demak bu 15-75 metr ekan. Demak bu to'g'ri. Endi 40 va 70 sekund oralig'ida deyapti. Doimiy tezlik bilan harakatlangan. To'g'ri mana.
40 bilan 70 sekund oralig'i doimiy tezlik bilan harakatlangan. Avtobus dastlabki 40 sekundda doimiy tezlanish bilan sekinlangan deb qaraymiz. Mana dastlabki 40 sekundda tezligi oshganmi, avtomatik bu xato. Sababi tezligi oshsa sekinlanmagan, u tezlashgan bo'ladi. 70-80 sekund oralig'ida hozir topdik, buni to'g'ri bo'ldi. Demak, bu xato. Keyingisi. Quyida keltirilgan rasmda kema ABCD qismlaridagi harakati uchun tezlik vaqt grafigi keltirilgan. Yuqoridagi grafikni tahlil qiling va uchta to'g'risini toping ekan bunday. A qismda kema tezlanish olib 360 metr masofa suzgan. Demak, mana A qismimiz mana shu. Mana shu yuzi bizga qancha masofa suzganini bildiradi. Buni topamiz. Bitta kateti mana 2, bitta kateti esa 3. Faqat daqiqada ekanda. Yuzasi demak 2 kara 3 daqiqamiz bizda 180 sekund. Bo'lamiz 2 ga. Demak, bu 180 metr harakatlangan ekan. Demak, birinchimiz xato ekan. B qismda kema 120 sekund davomida o'zgarmas tezlik bilan 240 metr masofani bosib o'tgan. Qaraymiz, mana B qismda mana shu oralikda buni ham yuzasini topsak, S yuzasi 120 ni 2 ga ko'paytiramiz. 240 metr. Mana bu to'g'ri. Uchinchisi. S qismda 96 sekund davomida. Demak, mana bu 5 sekund. Mana bu yer esa 1 daqiqa yo'q qanchadir. To'g'ri bo'lishi mumkin. Mana bu 96 sekund bo'lsin. 576 metr masofani bosib o'tgan deyapti. Agar bu 96 sekund bo'lsa, mana bu yerda men 96 deb yozib qo'yaylik. 5 daqiqamiz bizda mana bu yer 180 Endi bu yerda 0 deb olsak, bu yerda 96 deb olsak, demak, nima qilar ekanmiz? Yuzasi. Trapetsiyani yuzasini topamiz bunda. Mana bu trapetsiyani. Bunda trapetsiya yuzasi bitta kateti, bu ikkinchi kateti qo'shib mana bunga ko'paytiramiz. Demak, 2 plus 10 taqsimda 2 ko'paytirilgan 96 mana. 12 6 kara 96. To'g'ri ekan. 576 metr masofa bosgan ekan. To'rtinchisida B va C qismlarda bosib o'tilgan jami masofa 816 metr. 576 edi bittasi 240 metr. Qo'shsak, demak, to'g'ri. 816 metr ekan. 3 ta to'g'ri bo'lsa, demak, bunisi xato avtomatik. Keyingisi, quyida keltirilgan rasmda xuddi mana shu grafik A qismdagi tezlanish deyapti. Biz hozir topuvdik. Mana bu 180 metr degan joy to'g'ri. Endi tezlanishini topamiz. A qismda tezlanish tezligi 2. Boshlang'ich tezligi 0. 180 sekund davomida. Demak, bunimizni hisoblasak 0 taxminan 0.1 da to'g'ri. Nima 0.01 degan. Kemaning B qismidagi harakat vaqti bizda bu B vaqtini topdik. Bu 240 metr bo'ldi. Vaqti D vaqtidan D qismidagi vaqti
harakat vaqtidan 84 soniyaga kamroq debdi mana. Bu vaqtda 120 sekund harakatlangan. Mana bu yerda biz boya 96 bo'lsa, mana bu 96 dan demak 120 dan 96 ni ayirsak 96. Demak mana bu yerda 24 soniya harakatlangan. Keyin 3 daqiqamiz esa 180 soniya harakatlangan. Mana o'sha ikkalasini yig'indisidan mana 180 plus 24 dan ayiramiz 120 ni. Bunimiz 84 soniya chiqargan. Demak mana 84 soniya kamroq, to'g'ri. Keyin C qismidagi kema tezlanishi C qismida bo'lsa mana bu oxirgi tezlik, bu boshlang'ich tezlik. Mana bu esa harakat vaqtini bildiramiz. Demak topamiz. A barobar 10 oxirgi tezlik, boshlang'ich tezlik 2, harakat vaqti esa 96 soniya. 8 da 96 ga bo'lsak 0,083 ekan. Bizda necha degan ekan? 0,083. Bo'yi topdik. 576 ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. Demak bu to'g'ri. Qolgan ikkitasi xato bo'ladi. Endi shu misol C qismidagi tezlanish hozir topdik mana. C qismida net chiqdi? 0,083 chiqdi. Endi bo'yi A qismidagini ham topdik. 0,011 chiqqanda bo'lsak taxminan to'g'ri, 7,5 barobar katta. 0,083imiz 11 ga nisbatan. B qismida kema 5 daqiqa harakatlanib, qaranglar mana. B qismida mana bu 3 daqiqa bilan 5 daqiqa davomida necha sekund bor? Bu 2 daqiqa bor. Demak bu xato avtomatik. Bizda sabab 5 daqiqa degan ekan. A va B qismlarda bosib o'tilgan jami masofa. Bo'yi topgandik. A qismida SA'miz A qismida qancha masofa bosib o'tganini? 180 metr masofa bosib o'tganini. B qismida esa xo'sh 120 240 metr masofa bosib o'tgan ekan. Yig'indisini qo'shsak 420 to'g'ri. Va u C qismidagi bosib o'tilgan masofadan. C qismida bu yozdik. C qismida 576 metr masofa bosib o'tgan. 576 dan 420 kichik, to'g'ri. D qismida kema eng katta o'zgarmas tezlik bilan harakatlangan. To'g'ri, mana D qismidagi tezlik eng katta, sababi bunimiz mana 10 ga teng. U qismda 2040 metr masofa yurgan deyapti. Shuni topsak mana bu vaqtini topsak 24 soniya bo'ldi, bu yer 180 soniya bo'ldi. Qo'shsak 204 soniya harakatlangan mana. 204 soniya. Bu vaqt 10 ni 204 ga ko'paytirsak 2040 metr masofa harakatlangan demak. Bu ham to'g'ri. 3 ta to'g'risini topdik. 10-da quyida keltirilgan rasmda kema hozirgi ekan. Kemani B qismidagi harakat vaqti. To'g'ri, 120 sekund harakatlangan. A qismidagi harakat vaqtidan 1,5 mana A qismida ham mana 2 sekund, bu ham 2. Bu xato. Ya'ni bir-biriga teng harakat vaqtlari. Endi A qismida bosib o'tilgan masofa 180 metr. Hozir demak aytdik. A qismida 180 metr bosib o'tadi dedik, mana to'g'ri.
va kemaning butun yo'l davomidagi bosib o'tilgan masofasini 6% tashkil etadi deyapti. Yozsak, B qismida 240, C qismida 576 chiqadi. 576. D qismida 2040 metr. Haqiqatdan qarasak 6%lari bo'lar ekan. Bu to'g'ri. Mana bu 180 metr masofamiz. 180 metr masofamiz. Mana shu 4 ta yig'indini taxminan 6% da. C qismida kemaning tezligi har soniyasida 0.83 ga ortgan deyapman. C qismida demak 0.83 ga ortgan deyapti-ku. Buni topib olsak. Xuddi tezlanishini topish bilan bir xil. 10 minusdan 2 taqsimda bunimiz bo'yi 96 soniya bo'ldi. Bu 0.08 bo'ladi. Har soniyada 0.83 desa, demak mana bu xato ekan. 0.083 esa to'g'ri bo'lardi. Ham 566 ham emas-ku, 576. D qismida 3.4 daqiqa o'zgarmas tezlik bilan harakatlanib deyapti. To'g'ri, mana D qismida 3.4. Butun harakat vaqtida mana shu 4 toni qo'shib chiqsak, haqiqatdan mana bu 3036 chiqar ekan. Bu ham to'g'ri. Keyingisi massasi 200 gram bo'lgan kitob stol ustida tinch turibdi. Kitobda rasmda ko'rsatilgandek og'irlik kuchi va normal kuch ta'sir qilmoqda. Berilgan ro'yxatdan foydalanib, jism muvozanat holatini saqlash uchun mana bu yo'nalgan og'irlik kuchi, mana bu normal kuch bo'lsa, mana shu bir-biriga teng bo'lsa, kuch jism muvozanat holatini saqlash uchun 0 newton kuch nomini yozing. Bu vaziyatda gorizontal yo'nalishdagi kuchlar ta'sir qilmaydi. Qaraymiz, mana bu og'irlik kuchi degan javob chiqib ketadi. Normal kuch ham, ishqalanish kuchi ham chiqib ketadi va bizda natijaviy kuchi 0 ga teng. Demak, mana natijaviy kuchi 0 ga teng. Keyingisi. Bir ziyofatda quyidagi namoyish bo'ldi. Havoning zichligidan kichik zichlikka ega bo'lgan gaz bilan to'ldirilgan 3 ta shar bo'sh ichimlik bankasiga bog'langan. Banka stoldan yuqoriga ko'tarilib, havoda muallaq suzib turibdi. Chapdagi rasm. Xo'sh, keyin o'ng tomondagi rasmda banka havoda tinch suzib turgan paytda unga ta'sir qiluvchi vertikal kuchlar. Endi qaraymiz, mana Y doim og'irlik kuchi, bu esa Arximed kuchi bo'ladi. Yuqoriga ko'tarilib ketayotgan bo'lsa. Y bilan belgilangani degan, bizda Y'imiz pastga edi, to'g'rimi? Y'imiz pastga edi. Demak, mana og'irlik kuchi ekan. Og'irlik. O'quvchi rasmda ko'rsatilgandek, mana bunda ham Y og'irlik, X esa normal kuch bo'ladi. Normal kuch stolda o'tiribdi-ku. Demak, X'imiz normal kuch bo'ladi. O'quvchi rasmda ko'rsangiz stolda tinch o'tiribdi, mana bunisi ham Y og'irlik kuchi. Prujinaga rasmda ko'rsatilgandek yuk osilgan. J barobar 10 ga teng deyapti.
Prujinaga demak qaraymiz-da bu mana bu F elastiklik kuchi 4 newtonga teng ekan. Mana shu yuk ta'sirida 4 newtonga cho'zilganda, ya'ni demak bu mg ga teng. Demak bizdan m ni so'ragan. 4 taqsim 10, gimiz 10 ga teng. 0,4 kilogramm. Bizda grammga o'tkazish kerak ekan. Demak bu 400 gramm. 400. 6. Rasmda oy yuzasida turgan tosh tasvirlangan. Toshning og'irlik kuchini toping deyapti. Mana bunday og'irlik kuchi bor buni ham. P teng mg. Faqat sh og'irligi oydagi. Demak bu 5 ni 1,6 ga ko'paytamiz. 8. Rasmda uchib ketayotgan samolyotning harakati tasvirlangan. Xo'sh, ko'rsatilgan. O'ng tomondagi samolyotda uchib borayotgan ta'sir qiluvchi kuchlar, samolyot va havo orasidagi ishqalanish e'tiborga olinmasin. Demak, qaraymiz mana. Y qarshilik kuchi bo'ladi. Havoga qarshilik ko'rsatuvchi qarshilik kuchi. Demak, bizda qarshilik. Parashyutchi samolyotdan sakrab tushganda sakrashdan keyingi dastlabki lahzalarda tezligi 0 bo'lgan vaqtda unga qaysi kuchlar ta'sirida tezlanish hosil qiladi? Mana. Demak, pastga o'zini og'irlik kuchi bor-da. Og'irlik kuchi bor. Aynan shu og'irlik kuchi unga tezlanish berishga harakat qiladi. Mana bu yerda qarshiligi kuchi esa birozgina tezligini kamaytirishga harakat qiladi. Shu sababdan jism ya'ni qanchalik kichik yuza bilan sakrasa, ya'ni bosh qismi bilan sakrasa, tana qismi bilan emas, bosh qismi bilan o'shanda qarshilik kamroq bo'ladidan eng katta maksimum tezlikka erishadi. Aksincha, tana qismi bilan sakrasa, eng katta qarshilikka erishadidan tezligi nisbatan kamroq bo'ladidan va o'sha yerga tushguncha uzoqroq vaqt ketadi. Demak, bizda og'irlik kuchi ekan. Endi parashyutchi to'liq ochilgach, parashyutchi pastga tushishni davom ettiradi agar uning tezligi doimiy bo'lsa. Demak, natijaviy kuch 0 ga teng. Bu holatda og'irlik kuchi mana qaraymiz. Hozir aytdik, bunisi og'irlik bo'lsa, bunisi qarshilik kuchi bo'ladi. Havoning qarshilik kuchi bu. Demak, qarshilik kuchi. Prujinaga rasmda ko'rsatilgandek yuk osilgan. X va Y. Mana bu X'imiz og'irlik kuchi. Mana bu esa elastiklik kuchi. Prujinaning cho'ziluvchi yoki siqilishini xarakterlovchi kuch. Bizda qaysi? Y ni so'ragan, demak elastik. Qaraymiz, rasmda qurilishda ishlatilgan kran tasvirlangan. Kranning aylanish o'qidan 6 metr masofada mana. Demak, mana bu yerda shunday cho'zyaptiki, 1000 newton kuch bilan. Mana bu yerga massa osib qo'ygan. Bu mg. Ya'ni muvozanatlash kerak ekanda. Demak, qaraymiz, mana bu yerda muvozanat nuqtasi xuddi mana muvozanat nuqtasi. Demak, mana bunday ta'sir qiladigan momenti bunisini ta'sir qiladigan momentiga teng bo'lishi kerak. Bunisini m1 desak, mana bunisini m2 deymiz. m1imiz mana bu 1000 newton kuch bilan 6 metr masofada. m2imiz esa mana bu mg kuch bilan mana bu 4 metr, bunisi mana 6 metr. Qayerdan yozyapti? Demak, mg bir-biriga teng bo'lsa, mana muvozanatni hosil qiladi. Demak, nechaga teng ekan bu?
Xo'sh, 6000 da 4 ta G ga nisbati massani keltirib chiqarar ekan. Massani topsak, 600 da 4 ga nisbati 100. Bizda o'zi vaznini so'ragan ekan, mg ni so'ragan. mg bo'lsa, mana bu g ga bo'lib o'tmaymiz. O'sha mg ni topib qo'yaveramiz. Unda 1500 ekan. Endi rasmda og'irligi W bo'lgan jism. Demak, mana bu jism, W jismimiz. Va og'irligi Z bo'lgan jism debdi. Tayanch nuqtasi mana. Xo'sh, Z jismda og'irligi mana 120 kilogramm ekan. Shunda bunisini topish kerak, m kilogramm. Qaraymiz mana. mg buni xuddi shunday 120 ni 10 ga ko'paytirsak 1200 bilan pastga bosyapti. Mana shu nuqtadan mana bungacha bo'lgan masofani topamiz. Buni yelkasi mana bu, buni yelkasi esa bu. Bu xuddi hozirgidek-da. Buni momenti m1 momenti 1200 ni mana bu masofasi mana 1 2 3 4. Demak 4 ga. Buni momenti esa m2 miz esa mg ni yelkasi 3 ga. Sabab mana 1 2 3 bir-biriga teng bo'lishi kerak. Demak 4800 ni 3 ga bo'lamiz. 1600 newton bo'ladi. Mana bu mg ni topsak. Bizda mg ni so'ragan-da. 1600 newton bo'lar ekan demak. Demak, rasmda og'irligi xuddi hozirgi bilan bir xil, bir jinsli degan. Mana buniki demak 540 ekan. 540. Bunikini m deymiz. Yelkasi mana 3 ga teng. Buni yelkasi mana buni yelkasi 4 ga teng. Demak 540 ni 3 ga ko'paytmasi. Xo'sh, mana bu mg ni endi mana bu yerda ham bor. Buni mg si 10 ni ham bor-da, ya'ni g si bor. 4 ga ko'paytmasiga teng. Demak, mg ni topsak 30 da 540 ga ko'paytirib 4 ga bo'lar ekanmiz. 540 ko'paytiramiz 30 bo'lamiz 4050 ekan. Demak, mana bu 4050 newton ekan. Biz mg ni topdik. Xo'sh, keyingisida mana bu 1200 newton ekan. Mana buni massasini so'rayapti. Nima qilamiz dedik? 1200 ni 4 ga ko'paytiramiz mana. mg ni esa 6 ga ko'paytiramiz. mg ni demak 800 newton ekan. m ni toping derdik ekan, g ga bo'lamiz. Demak 80 kilogramm ekan. Buni qayerdan topyapti demanglar-da. Mana bu 1200 newtonni. Buni yelkasi mana 4 metr. Bu mg ning yelkasi esa mana 6 metr. Buni momenti bilan buni momenti bir-biriga teng bo'lsa, mana tengladik. Teng bo'lsa, ular muvozanatda turadi. Keyingisi L shaklli karton bo'lagi B nuqtadan mixga osilgan, tebranadi. Demak, qaraymiz mana bu masalada chizib olsak, aynan vertikal
Xullas mana bunday vertikal chiziq o'tkazdim. Qaraymiz. Bitta osilish nuqtasiga osganimizda jism tebranib qoldimi? Aynan jism osilish nuqtasidan vertikal to'g'ri chiziq ustida yotadi. Vertikal to'g'ri chiziq ustida yotadi va u pastda bo'ladi osilish nuqtasiga nisbatan. Shu sababdan vertikal chiziq o'tkazdim. Mana bizda S nuqta bor va B nuqta bor-da. Demak, mana bundagi osilish nuqtasidan pastda joylashgan bo'ladi. Osilish nuqtasidan pastda joylashgani uchun bizdagi S javob bo'ladi. Mana shunday vertikal to'g'ri chiziqda. Rasmda massasi 30 gramm bo'lgan jism, demak mana bunday mg'miz, demak 300 gramm ko'paytirilgan metr taqsim sekund kvadrat deb yozib turaveraylik. Ya'ni grammda turaversin, sababi bizda millinewtonni so'ragan. Endi xo'sh, 30 gramm jism har bir bo'lagi 10 santimetrdan bo'lgan muvozanatda turibdi ekan. Mana bu tayanch ekan. Sterjenning og'irligini toping debdi. Sterjenning og'irligini toping debdi. Mana qaraymiz, sterjenni teng o'rtasi qayerda? Sterjenni teng o'rtasi mana. Aynan mana shunga nisbatan olishimiz kerak bo'ladi. Mana sterjenning og'irligini endi P deb olaylik. P deb olsak, o'sha P ni Y ga ko'paytmasi, mana bu mg ni x masofaga ko'paytmasiga teng. Yana momentlar bilan ishladik. Mana bu P ni momentini m1 desak, mana buni momentini esa m2 deymiz. O'sha ikkita moment tengligidan mana bu ifoda kelib chiqdi. Shunda muvozanatda turardik. Demak, P ni 1,5 masofaga ko'paytmasi deylik. Mana bu 300 ni esa bunimiz 2,5. Men mana bu 10 santimetr bilan emas, mana bu uzunlikni, ya'ni 25 deb emas, 2,5 ko'rinishda yozib ketdim shunchaki. P teng ekan, demak 300 ni 2,5 ga ko'paytirib 1,5 ga bo'lsak 500 ekan, demak 500 millinewton. 500 millinewton. Rasmda har bir bo'lagi yana mana massasi 150 gramm ekan. Mana bu endi mana bunday tushirsak, mana bu 1500 ekan. 150 gramm bo'lsa. Endi bizdan mana bu m ni so'ragan, mg ni. Xuddi hozirgidek 1500 ni 1,5 ga ko'paytmasi mg ni 2,5 ga ko'paytmasiga teng deymiz. Bundan mg ni topsak, demak 90 chiqib kelar ekan. Ya'ni 900 m ni so'ragan bo'lsa esa 90 gramm chiqib keladi. Nimani so'ragan ekan? Og'irligini so'ragan ekan, demak 900 mana. Uzunligi 1 metr. Sterjenga rasmda ko'rsatilgandek olma va og'irligi 0,40 newton. Olmaning og'irlik markaz tayanchidan, demak qaraymiz mana. Xuddi hozirgidek yana olmaniki P desak, buni 0,40 ekan. Demak P ni 25 ga ko'paytmasi 0,40 ni 45 ga ko'paytmasiga teng.
beni so'rayapti. Xo'sh, 0,40 ni 45 ga ko'paytirib 25 ga bo'lsak 0,72 chiqar ekan mana. Bu newtonda chiqdi. Bizdan grammda. Demak, mana buni massasini topish uchun 0,72 ni 10 ga bo'lamiz. 1000 ga ko'paytirsak u grammga o'tadi. Ya'ni 72 gramm bo'lar ekan. Demak, mana 72 gramm. Uzunligi 1 metr. Xuddi yana hozirgi savol. Buniki 90 gramm ekan, olmaniki mana, demak bu 900 bo'ladi 10 ga ko'paytirsak. Mana buni x deymiz. 900 ni 25 ga ko'paytmasi x ni 45 ga ko'paytmasiga teng. Bundan x ni topsak 900 ni 25 ga ko'paytirib 45 ga bo'lsak 500 ekan mana. 500 millinewton ekan. Keyingisi ham. Xo'sh, uzunligi 1 metr, og'irligi noma'lum yuk qo'yilgan ekan. Endi sterjinning og'irligi mana 5 newton bo'lsa, sterjinimiz mana shu nuqtadan ta'sir qiladi 5 newton ekan. Buni mg deymiz mana. Qaraymiz yana, xuddi boyagidek mg ni x ga ko'paytmasi 5 newtonni y ga ko'paytmasi ikkita moment deb beramiz. Momentlar bir-biriga teng bo'lishi kerak. Demak, yozamiz. mg ni x masofaga ko'paytmasi 5 ni y ga. Bizda mana buni berib qo'yibdi. mg ni 2,5 ta y ga ko'paytmasi 5 ni y. Y'lar mana qisqarib ketadi. mg'miz topsak 2 newton chiqib kelar ekan. 2 newton chiqib kelsa, bu 0,2 bo'ladi. Demak, mana bunimiz 200 gramm